Shu bor narsada aka. Super Buenos Dias Ispaniyadan, Alicantedan yana bitta mijozimizga Ispaniyaning 3 yillik ID kartasi chiqdi. Xushvaqt aka, tabriklayman. Rahmat. Ishonganingiz uchun men ID kartangiz. Xushvaqt aka, nima deb olasiz? Ishonsa bo'ladimi? Nima bo'ldi proses? Qanaqa kechdi? Necha kun vaqt oldi? Qancha vaqt ichida chiqdi? Ha, ishonsa bo'ladi. Nimaga mana dalil. 12 fevral kuni kelib topshirgandik. 12 fevral. Ha, 12 fevral kuni topshirgandik. Bir oydan keyin adavrani chiqdi. Adavranidan keyin mana 28 kunda javobi chiqdi. Karta chiqdi-da. Siz hisobladingizdan, Atishar aka topshirganingizdan ID karta olganingiz uchun 28 kun ketdi. 28 kun. 28 kun. Zo'r rezultat. Ishto odamlara nima savet berasiz, maslahat berasiz? Ishonarli mana fakt bor-ku. Ish- Yana oldin olgan videolarimiz bor. Yo'q, bunaqa nelegal qilish shart emas. Chunki o'sha xarajat bo'ladi. Qilish kerak, hozir возможность bor. To'ppa-to'g'ri, hozir возможность bor, hozir возможностьdan konkretni воспользоваться qilish kerak. Kimga Ispaniyaning 3 yillik ID kartasi va nelegallarga 1 yillik ID karta qiziq bo'lsa, iltimos mana shu video tagida ko'rsatilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Menejerlarimiz batafsil ma'lumot beradi.